Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining komponentligini shakllantirishda ta'lim usullaridan foydalanish. Ma'ruzachi Ortiqova Nilufar Erkin qizi. Dastlab rejalarimiz bilan tanishib olamiz. Birinchi reja boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy komponentligini shakllantirishning ahamiyati. Ikkinchi reja ta'lim usullari va ularning komponentlikni shakllantirishdagi roli. Uchinchi reja komponentligini shakllantirishda amaliy yondashuvlar va ilg'or tajriba namunalari. Dastlab boshlang'ich ta'limda komponentlikning ahamiyati haqida gaplashib olamiz. Komponentlik tushunchasi ta'limda o'quvchilarning muammolarini hal qilish, tanlov qilish va o'z bilimlarini amalda qo'llay olish qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'limda komponentlik nima? Bu degani o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim asosni tashkil etadi. Bu ta'lim jarayonida o'z-o'zini rivojlantirish va o'z bilimlarini amalda qo'llay olish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchining kasbiy komponentligini oshirish. Bu degani o'qituvchilar yangi uslublar va metodlardan foydalanish orqali o'z bilimlarini yangilashlari kerak. Bu o'z navbatida o'quvchilarni yanada samaraliroq ta'lim berish imkoniyatini